Qanchaga sotdim deding mashinani? 13 mingga. Mana. Bu yerda 13200. Pulni olganda bu yerdan ket. Gapingizni tushunmadim aka. Mashinani savdo qilib bo'ldim. Pulini berib bo'ldim. Mashina meniki aka. Shuning uchun ham senga 13200 qilib beryapman. Savdo qilganingga 200 qo'shdim. Aka, nima deganingiz bu? 200 foydasiga hech qachon mashina sotmayman. Bir qadam ham yurgani yo'q bu yerdan. Mashina sotilganiga 1 soat ham bo'lgani yo'q. Sen 200 dollar ishlab turibsan. Nima kamlik qildimi senga? Rozi bo'l. Aka, men xohlasam 20 mingga sotaman. Xohlasam 15 mingga sotaman. Qanaqa u menga qara. Da, o'zingiz bosing. Yaxshilikcha olganda pullarni bu yerdan yo'qol. Aka, xohlasam sotaman. Gap ko'paytirmay ol dedim. Bo'lmasa, boshqacha gaplashamiz. Ata, Ukam, sal erkak bo'ling-da. hey,